Do'lma taomini xato va sirlari. Birinchi xato do'lmani qiymadan tayyorlash. Go'shtni chopper yokida pichoqda maydalab to'g'rab olamiz, ana o'shanda do'lmalar pishgandan so'ng kirishib maydalashib ketmaydi. Ikkinchi xato guruchni uvitmasdan ishlatish. Guruchni sovuq suvda 30 daqiqa uvitib, ana undan so'ng ishlatsak, do'lmalar ichida guruch 100% pishib chiqadi. Qiyma retsepti, mahsulot va grammajlarni batafsil albatta pishanada yozib qoldiraman. Tok bargini qaynagan suv bilan tayyorlab olamiz. Karam ichidan ham tez pishib chiqib, pishgandan so'ng yaproqlarini yirtmasdan yechib olish uchun karamni qattiq markazini kesib olib, ana undan so'ng qaynatamiz. Do'lmani bir tekis qattiqqina qilib o'rash uslubi haqida ushbu video oldida siz uchun alohida video joylab qo'yganman. Karam va tok barglari tabiatan sovuq mahsulot bo'lgani uchun taomni dumma bilan tayyorlasak mazali va mo'tadil bo'lib chiqadi. Kartoshkani piyoz, sabzi, pomidor, ko'k chesnok bilan qovurib, do'lmalarni taxlab chiqamiz. Uchinchi xato do'lmaga ko'p suv quyib bemaza qilib qo'yish. Do'lmani 1 stakan qaynagan suv bilan 40 minutga dimlab qo'yamiz. Mazali va foydali bo'lgan do'lma taomi tayyor. Yoqimli ishtaha.